Yaqin Sharq yana olov ichida. So'nggi paytlarda Isroil va Eron o'rtasidagi qarama-qarshilik avj pallasiga chiqdi. Tarixiy ziddiyat bugun ochiq to'qnashuvga aylandi. Har ikki davlat o'z harbiy salohiyatini ishga solgan, mojaro mintaqa chegaralaridan chiqib, global xavfsizlikka ham tahdid solmoqda. Xo'sh, bu ziddiyat qanday shakllandi? Nega aynan hozir keskin tus oldi va eng muhimi, bu mojaroning dunyo va mintaqa uchun qanday oqibatlari bo'lishi mumkin? Biz bugun shu haqda gaplashamiz. Isroil va Eron o'rtasidagi qarama-qarshiliklar 1979-yilda Eron va Islom inqilobidan so'ng boshlandi. Tehron Isroilni rasmiy ravishda tan olishdan bosh tortdi. Eron yetakchilari Isroilni g'ayriqonuniy sionistik tuzum deb atab, uni Yaqin Sharqdagi xavf manbai sifatida ko'rsatib keldi. Eron yetakchilari Isroilni g'ayriqonuniy sionistik tuzum deb atab, uni Yaqin Sharqdagi xavf manbai sifatida ko'rsatib keldi. Isroil esa aksincha, Eronni o'z xavfsizlikka asosiy tahdid deb bildi. Isroil hukumatining fikricha, ushbu islom hukumati yadroviy qurol ishlab chiqarishga erishsa, Isroil birinchi nishon sifatida olinishi va mamlakat xavf ostida qolishi mumkin. Shuningdek, Erondagi proksi va G'azodagi Hamas kabi guruhlarga ko'rsatayotgan yordami Tel Avivda chuqur xavotir uyg'onishiga sabab bo'lgan. O'sha yili Isroil Livanga bostirib kirdi. Harbiy yurish minglab askar, yuzlab tank va zirhli transport vositalarini o'z ichiga olgan bo'lib, hujumlar havo, dengiz va bombardionlar bilan birgalikda amalga oshirildi. Bir hafta ichida Isroil bir nechta frontdan hujum qilib, Livan poytaxti Bayrut atrofiga yetib keldi va shaharni qamal qildi. Eron esa ushbu hududda Hizbulloh harakatini tashkil etish va moliyalashtirish orqali Isroilga qarshi kurashni boshlaydi. Bu hodisa Eron va Isroil o'rtasidagi ilk bevosita proksi urush sifatida tarixga muhrlangan. Isroilning Livanga bostirib kirishi xalqaro hamjamiyat tomonidan jiddiy tanqidga uchradi. Bosqin natijasida Falastin ozodlik tashkiloti yetakchisi Yosir Arofat va uni qo'llab-quvvatlagan minglab suriyalik askarlar Livanni tark etishga majbur bo'ldi. BBC muxbiri Arofatning Livandagi siyosiy ta'siri yo'qolganini ta'kidladi. Ammo ayni bosqin davomida 1982-yil sentyabr oyida Bayrutdagi Sabra va Shatila lagerlarida yuzlab falastinlik tinch aholi nasroniy qurolli guruhlar tomonidan qirg'in qilindi. Isroil armiyasi esa voqeaga aralashmadi. Bu esa xalqaro miqyosda Isroilni keskin tanqid ostida qoldirgan. 2006-yilda Isroil tomonidan Livanga uyushtirilgan harbiy yurish 1982-yildagi keng ko'lamli bosqinga nisbatan ancha cheklangan va ehtiyotkor tarzda amalga oshirildi. Harbiy harakatlar Livanning janubiy qismidagi shaharlar va ularning atrofidan nariga o'tmagan. Isroil siyosiy tahlilchisi Yoav Stern BBCga bergan intervyusida Isroil bu safar shaharlarni bosqichma-bosqich egallashini afzal ko'rgani va Livanga chuqur kirish o'rniga Litaniy daryosigacha cheklangan yurishlar amalga oshirishini aytadi. Uning fikricha, Litaniy daryosi tarixan Livan hududlaridagi strategik nazorat uchun muhim nuqta hisoblanadi. Isroil va Hizbulloh o'rtasidagi bugungi to'qnashuvlarning asosiy sabablari G'azo urushiga borib taqaladi. Biroq ziddiyatning ildizlari undan ham chuqurroq, o'nlab yillar avval boshlangan tarixiy va siyosiy mojaro bilan bog'liqdir. 2023-yil 7-oktyabr kuni Hamas Isroilga hujum qilgandan so'ng, ertasi kuni 8-oktyabrda Livanda joylashgan Hizbulloh guruhi Isroilning shimolidagi aholisiga raketa hujumini uyushtirdi. Eron tomonidan moliyalashtirilgan ushbu guruh bu harakatni G'azodagi falastinliklar bilan birdamlik ramzi sifatida izohladi. Shundan beri ikki tomon o'rtasidagi ziddiyat yanada kuchayib, vaziyat tobora taranglashmoqda. Livandagi eng qudratli qurollangan tuzilma hisoblangan Hizbulloh o'zini Isroilga qarshi qarshilik harakati deb e'lon qilgan. Livan va Isroil chegarasida vaqti bilan qurolli to'qnashuvlar yuz berib kelgan bo'lsa-da, 2025-yilda bu keskinlik xavfli bosqichga kirgani kuzatilmoqda. Ayniqsa Livanda faoliyat yurituvchi Hizbulloh harakati bilan Isroil o'rtasidagi ziddiyatlar kuchayib, bu mojarolar mintaqaviy barqarorlikka jiddiy tahdid solmoqda. 2025-yilning boshidan boshlab Isroil va Eron o'rtasidagi munosabatlar yanada keskinlashdi. Eronning Livan, Suriya va Yaman orqali mintaqadagi proksi kuchlari yordamida Isroilga bosim o'tkazishga urinayotgani, Isroil esa o'z navbatida Eronning harbiy infratuzilmasiga va uran boyitish faoliyatiga qarshi diplomatik va harbiy choralar ko'rayotgani kuzatilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres 2025-yil aprel oyida jurnalistlarga bergan bayonotida shunday deydi: Livan-Isroil chegarasidagi vaziyat har qanday noto'g'ri baholash yoki xatolik oqibatida to'liq qurolli urushga aylanib ketishi mumkin. Bu nafaqat Livan va Isroil, balki butun Yaqin Sharq mintaqasi
xavfsizligiga tahdid soladi. Shuningdek, Al Jazoir va BBC tahlillariga ko'ra, 2025-yilning may oyida Isroil shimoliy chegarasida yuz bergan artilleriya o'q almashinuvi va dron hujumlari natijasida tinch aholi orasida ham talofatlar qayd etilgan. Bu esa xalqaro hamjamiyatni jiddiy tashvishiga sabab bo'ldi. AQSh davlat departamenti va Yevropa ittifoqi tashqi aloqalar xizmati ham mojaroning kengayishini oldini olishga chaqirib, tomonlarni maksimal darajada vazminlikka chaqirdi. Ammo Eron va Isroil rasmiylarining bayonotlari kuchayib borayotgan ziddiyatdan orqaga chekinish emas, balki qarshi choralarni kuchaytirayotganini ko'rsatmoqda. Masalan, so'nggi kunlarda Isroil va Eron o'rtasidagi mojarolar xavfli bosqichga ko'tarilib, harbiy to'qnashuvlar jiddiy tus oldi. Jumladan 13-iyunga o'tar kechasi Isroil harbiy havo kuchlari Eron hududiga Sherlar dunyosi nomli maxsus operatsiyani boshladi. Isroil mudofaa kuchlari tomonidan uyushtirilgan bu keng ko'lamli hujumda Eronning yadroviy va harbiy obyektlari, jumladan Natanz atrofidagi inshootlar nishonga olindi. Bosh vazir Benyamin Netanyahu bayonotiga ko'ra, zarbalar Eronning yadroviy boyitish va ballistik raketa dasturiga qaratilgan bo'lgan. Ammo hujum ortidan Eron poytaxti Tehronda kuchli portlashlar yuz berdi. Imom Xomayniy aeroporti yopildi va havo mudofaasi to'liq jangovar holatga keltirildi. Ayrim xalqaro reyslar, xususan Toshkent-Tehron yo'nalishlari O'zbekiston aerodromlariga yo'naltirildi. Isroil tarafidan ma'lum qilinishicha, Eron qisqa muddat ichida 15 ta yadroviy bomba ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lganligi sababli bu muvofiq tahdidlarga javoban hujum zarur bo'lgan. Shuningdek, Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi rahbariyati va yadro olimlari ham nishonga olingan. Reuters agentligi xabariga ko'ra, zarbalar natijasida general Husayn Salmani, olimlar Fereydun Abbosiy Davoniy va Muhammad Medhi Tehronchi halok bo'lgan. Oyatulloh Xomaniy maslahatchisi Ali Shahmoniy og'ir yaralangani ma'lum qilingan. Eron yetakchisi Xomaniy esa Isroilga qasos javobini qaytarishini aytgan. Shundan so'ng Eron o'z javob zarbasini 13-iyun kuni kechqurun amalga oshirdi. Eron harbiy kuchlari Isroilga 1000 dan ortiq dron va ballistik raketa yo'llagan. Ular asosan Eronning janubidagi Fors viloyatidan uchirilgan. Sahal havo mudofaa tizimi katta qismini bartaraf etganini ma'lum qilgan. Ular asosan Eronning janubidagi Fors viloyatidan uchirilgan. Sahal havo mudofaa tizimi katta qismini bartaraf etganini ma'lum qilgan. Isroil aholisi esa raketa tushgan joylarning manzillarini tarqatmaslik haqida ogohlantirilgan. 14-iyun kuni esa Isroil mudofaa vaziri Katz qat'iy bayonot bilan chiqdi. Unga ko'ra, Eron tinch aholi yashaydigan hududlarda raketa yo'llab qizil chiziqni bosib o'tgan. Katzning ta'kidlashicha, Eron rejimi bu jinoyatkor harakatlari uchun tovon to'laydi. Tibbiyot xizmatlari ma'lumotlariga ko'ra, bu zarbalarda 17 kishi jabrlangan. Ulardan biri og'ir ahvolda. Ma'lumotlarga ko'ra, Eronning javob hujumlari 3 to'lqinli shaklda uyushtirilgan. Harbiy ekspertlarning baholashicha, bu zarbalar Isroilning strategik hududlarini, ayniqsa harbiy inshootlar yaqinini nishonga olgan. Shuningdek, Isroil hukumati o'zining zarbalarini Eronning yadroviy dasturlariga qarshi harbiy operatsiya doirasida amalga oshirganini yana bir bor ta'kidladi. Isroil bosh vazir devoni maslahatchisi Dmitriy Gendelmanning aytishicha, operatsiyalar aniq razvedka ma'lumotlariga tayangan holda o'tkazilgan bo'lib, ballistik raketa uchirish moslamalari, harbiy bazalar va strategik infratuzilmalarni nishonga olgan. Unga ko'ra, bu harakatlar Isroil xavfsizligini ta'minlash va Eron rejimining ommaviy qirg'in quroli yaratishga yo'l qo'ymaslik maqsadida amalga oshirilmoqda. Eron hukumati tomonidan mazkur harbiy amaliyot Isroil tomonidan faqat ichki qaror emas, balki xalqaro darajada muvofiqlashtirilgan harakat sifatida ko'rilmoqda. Axios nashrining xabar berishicha, AQSh hukumati bu operatsiyadan oldin xabardor bo'lgan va ularni norasmiy tarzda qo'llab-quvvatlagan. Hatto Isroil AQShdan hujumlarda ishtirok etishni so'ragani, ammo hozirda Tramp bu masalani jiddiy ko'rib chiqmayotgani ham aytilmoqda. Boshqa tarafdan Al Jazoir AQSh Isroilning bevosita harbiy hujumlarda ishtirok etishni istamayotgani haqida yozmoqda. Bunga javoban Eron ham sukut saqlamadi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Isroil harakatlarini agressiya akti deb atab, BMTdan zudlik bilan yordam choralar ko'rishni talab qildi. Unga ko'ra, Isroil tomonidan yo'llangan zarbalar harbiy bazalar, yadroviy obyektlar va turar joylarga qaratilgan. Aroqchi bunday hujumlar BMT nizomi va xalqaro normalarga zid ekanini bildirgan. U BMT bosh kotibi Antonio Guterres bilan telefon orqali suhbatlashib, BMTning hujumlarini qoralashga va aybdorlarni javobgarlikka tortishga chaqirgan. Vaziyatga munosabat bildirgan AQSh prezidenti Donald Tramp esa, agar Eron AQShga hujum qilsa, Amerika qurolli kuchlarining to'liq qudrati bilan javob bildirilishini ta'kidlagan.
Shu bilan birga u AQShning hozirgi Isroil hujumlarida ishtirok etmayotganini ham aytdi. Biroq Eron tomoni bu da'voni inkor etib, Isroilning bunday keng qamrovli hujumlari AQShning roziligisiz amalga oshirilishi mumkin emasligini bildirgan. Ayni damda esa mazkur voqea mintaqada tinchlikka tahdid solmoqda. Isroil va Eron o'rtasidagi ziddiyat bir necha hafta davom etishi kutilayotgan harbiy harakatlar fonida yangi bosqichga ko'tarildi. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.